YouTube'da xolislik bormi yoki shaxsiy manfaat? Bugun YouTube hamjamiyatida ko'plab bahslarga sabab bo'layotgan mavzuni ko'taramiz. So'nggi paytlarda YouTube yangiliklar kanali faoliyati yuzasidan turli e'tirozlar yangramoqda. Ayrim youtuberlar va tomoshabinlar ushbu kanal o'zining jurnalist sifatida tanishtirsa-da, xolislik tamoyilligini amal qilmayotganini da'vo qilishmoqda. Eng ko'p berilayotgan savollardan biri shuki, nega kanal ayrim youtuberlarni doim qo'llab-quvvatlayotganligini taassurot qoldiradi, boshqalari esa muntazam tanqid nishoniga aylangan. Yana bir bahsli masala Dragon ismli youtuber haqida aytilgan da'volar. Bu gaplar qanday dalillarga asoslangan? Aytilgan fikrlar faktlarga tayanadimi yoki shaxsiy xulosalarmi? Tomoshabinlar bunga ochiq javob kutmoqda. Bundan tashqari, ayrim shaxslar, kanallar vakillari tomonidan kechasi bezovta qiluvchi xabarlar yuborganligi haqida da'vo qilinmoqda. Agar bu rost bo'lsa, jurnalist etikasi bunga qanday qaraydi? Agar noto'g'ri bo'lsa, nega bu da'volarga hozirgacha aniq javob berilmagan? Jurnalistika bu shaxsiy taraf olish emas, jurnalistika fakt, dalil va xolislikdir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir insonni sha'ni va obro'siga oid masalalarda dalilsiz xulosa chiqarish katta mas'uliyatni talab qiladi. Shu sababli biz quyidagi savollarga ochiq javob kutamiz. Sizning faoliyatingizning asosiy mezoni nima? Faktmi yoki shaxsiy manfaat? Tanqid qilayotgan har bir mavzu bo'yicha ishonchli dalillaringiz bormi? Nega siz haqiqiy tanqidlar ko'pincha javobsiz qoladi? Xolis jurnalistika deganda aynan nimani tushunasiz? Biz hech kimni oldindan ayblamaymiz, ammo savollar javobsiz qolsa, bahslar davom etaveradi. Yakuniy xulosani esa tomoshabinlarning o'zi chiqaradi. Bizni tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Xayr.